Buxoro hukmdorlarini taxtga o'tkazish marosimida hukmdorning amaldorlari nima uchun chap tomondan joylashtirilgan? 17-asrda yozilgan Mahmud ibn Valining Bahrul Asror asarida Buxorodagi taxtga o'tkazish marosimi haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Muallifning so'zlariga qaraganda, ushbu marosim uchun oldindan kun belgilangan. Mazkur marosim o'tkaziladigan kunda asosan hukmdorning yaqinlari, qarindoshlari, bundan tashqari turli xil amaldorlar ishtirok etishgan. O'z navbatida Shayxul Islom bilan boshlanadigan diniy rahnamolar hukmdorning o'ng tomonidan joy olishlari belgilab qo'yilgan. Chap tomondan esa hukmdorni asosan davlat ishlarini bajaradigan turli xil lavozimdagi amaldorlar o'z o'rinlarini egallashgan. Bunga asosiy sabab esa ularning yurakka yaqinliklari bilan izohlangan. Bundan tashqari, agarda ushbu marosimda boshqa davlat yoki sulola vakillari ishtirok etadigan bo'lsa, ularning joyi Shayxul Islomdan ham teparoqda bo'lgan. Bunga asosiy sabab ularni ham hukmdor avlodiga mansub bo'lganliklari bo'lgan. Taxtga o'tkazish marosimidagi eng asosiy buyumlarga esa biz kigiz, qizil gilam va malla ko'rpalarni misol keltirishimiz mumkin. Va aynan mana shu marosim uchun ishlatiladigan barcha buyumlar amirlik xazinasida muqaddas buyum sifatida saqlanib kelgan.